O'rtoqlar, Wildberries'da yana katta o'zgarish, noxush xabar. Yana qanaqa noxush xabar? Qirg'izistonda ipasdan savdo qiladigan akalarimiz, opalarimizni diqqatiga hozirgi paytda o'zinglar bilib turibsizlar, Rossiyada tovar ko'pchilik shunaqa qilib sotishyapti. Продажаlar tushib ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zilar e'tibor qilmagan, ba'zilar e'tibor qilgan bu narsaga. Bu noxush xabar qanaqa bo'ldi? SPPni Wildberries olib tashladi ko'pchilikdan. Почти olib tashladi desam bo'ladi, lekin bor. Misol uchun oladigan bo'lsak, parda sotuvida 35% SPP skidka nimaligini aytib o'taman. Skidka постоянного покупателя degan narsa bor. Yaxshi tomoni, то есть nalog qo'shilgani bizga minus bo'ldi. NDS, то есть nima bo'ldi? Hozirgi paytda ko'rgan bo'lsanglar, Rossiya IPSda ishlayotgan sellerlar va bo'lmasam va bu yoqdagi siyosatchilar ko'pchiligi nima uchun chet elda Wildberries ochganlar, SNG anaqasida, Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Belorussiya va boshqa joyda Rossiyaga tovar sotishyapti, nima uchun bizga nalog to'lamayapti degan savol anchadan beri muammo, ajotaj bo'lib kelayotgan. Mana shu narsani yechimini topishdi oxiri. Ko'pchilik chunki Qirg'izistondan ip ochib kelib, tovar sotishni boshlashdi. Sababi Qirg'iziston IPSda nalog oz, komissiyalar ham oz edi shunga nisbatan. Hozirgi paytda biz nalog Rossiya territoriyasida sotayotgan tovarlarimiz uchun nalog to'lashimiz kerak edi. Wildberries buni qanday yo'lini topdi? Wildberries biz nalog Rossiyani nalogiga aralashib o'tirmaymiz. Wildberries o'zi hal qiladigan bo'ldi. Nimani hisobidan? SPPni hisobidan minus qiladigan bo'ldi. То есть siz Rossiyaning IPSda 30%, 25% SPP oladigan paytingizda boshqa Qirg'iziston, Qozog'istonni IPS bilan Rossiya territoriyasida tovar sotadigan bo'lsangiz, SPP 30-35% dan 8, 12, 18, то есть sezilarli darajada tushib ketdi. O'sha narsani aytib o'tmoqchi edim. Kimda tovarda продажа tushib ketgan bo'lsa, hammaga hamdardlik bildiraman. Chunki o'zim ham yaqinda Qirg'izistonga borib ip ochib kelgandim o'zim uchun. Tushkunlikka tushmaymiz o'rtoqlar. Tovarlarim SPPsiz ham sotish imkoniyati bor. Harakat qilsa bo'ladi. Sifatli tovar sotish kerak, qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Sifatli va bozorda narx arzonroq va birinchi qo'ldan olib sotishlikni tavsiya qilaman har doim. Kommentariyaga plyus yoki Telegram so'zini yozib qoldiring. Men sizlarga Telegram kanalim linkini tashlab qo'yaman. Yangiliklarni, shu горячий yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun. O'rtoqlar, hammaga omad, ishinglarga Xudo baraka bersin. Kuzatishda davom etamiz.